Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Xo'p, demak 3-biletimizda test savollarini tahlil qilib chiqamiz. Birinchi savolimiz: sanab o'tilgan hollarning qaysi birida haydovchi o'zining transport vositasini ichki ishlar xodimi ixtiyoriga berishi shart? Ya'ni kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajarish uchun. F2 javobimiz to'g'ri. Ikkinchi savol: qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega? Bu yerda yuk avtomobil haydovchisiga ro'para harakatga nisbatan imtiyoz belgi turibdi. Avtobus haydovchisiga esa ro'para harakatning ustunligi, doirasima hoshiyasi qizil belgimiz ro'paraning ustunligini bildiradi. Endi bu yerda harakatlanish huquqiga ega. Xo'p, yuk avtomobil haydovchisi. Keyingi savol: qaysi belgi transport vositalarining belgida ko'rsatilgandan kam oraliq masofada harakatlanishini taqiqlaydi? Demak, shu belgilarimizni Xo'p, F3 javob to'g'ri, ya'ni eng kam oraliq. Shu oldinda ketayotgan transport vositasiga nisbatan shu taxminan 70 metr masofa saqlab yurish kerak. Ya'ni to'g'ri javobimiz F3. To'rtinchi savol: mazkur holatda avtobusning chorahaga kirishga ruxsat etiladimi? Chorrahada trolleybus majburiy to'xtab qolgan, avarinka chiroqlar yoqilgan. Endi avtobus chorahaga kirishi mumkin emas. Agar avtobus chorahaga kirsa, ko'ndalang yo'lni ham to'sib qo'yadidan keyin hamma tomondan probka bo'lib qoladi. Shuning uchun ushbu holatda taqiqlanadigan javob olamiz. Beshinchi savol: ko'rsatilgan vaziyatda qaysi tasmadan o'ngga burilish lozim? Demak, shu holatda o'ng chetki tasma yo'nalish transport vositalari yo'li, bu yerga 1.11 uzuk-uzuk chiziq qo'yilgan, ya'ni A chizig'i bo'ylab ruxsat etiladi. Faqat yo'nalishli transport vositasiga xalaqit bermasligi kerak. Keyingi savol: tartibga soluvchining mazkur ishorasi quyidagini bildiradi. Tartibga soluvchining o'ng qo'li oldinga uzatilganida o'ng yelka bilan arqa tomonda, ya'ni sariq va oq avtomobilga harakatlanish taqiqlanadi. Ushbu holatda oldi tomonidan kelgan yashil avtomobil faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat etadi. Chap yelkadan ko'k avtomobilga chapga qayrilib olishga, qizilga, to'g'riga o'ngga harakatlanishga ruxsat etadi. Demak, bu yerda ko'k, yashil avtomobilga harakatlanishga ruxsat etiladi. Qizil, sariq, oq avtomobillarga F1 javob noto'g'ri. F2 ko'k, qizil, yashil avtomobillarga harakatlanishga ruxsat etiladi. Sariq, oq avtomobillarga taqiqlanadi. Ushbu javobimiz to'g'ri. Keyingi savol: aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobillarning qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobillar soatga 100 km tezlikgacha harakatlanishga ruxsat etiladi. Keyingi savol: chorrahada aylanma harakatlanish tashkil qilingan. Siz yaqinlashib kelayotgan yo'lning qatnov qismi ikkita harakat bo'lagiga ega. Chorrahaga kirishda burilish uchun siz qaysi tasmani egallashingiz lozim? Demak, chorrahada o'sha aylana chorrahaga boryapsiz. Ikkita tasma bor. Qaysi biriga ruxsat etiladi deyapti. Istalgan tasmadan mumkin. Xohlasangiz o'ng tasma, xohlasangiz chap tasma. O'sha o'zingiz yo'nalishingizga mos keladigan yo'nalish tanlab, ikkalasiga ham ruxsat etiladi. F3 javob to'g'ri. Keyingi savol: siz qiyalikda svetoforning ruxsat beruvchi chorasini kutib to'xtadingiz. Bunda avtomobilni joyida tutib turishning eng yaxshi usuli. Ya'ni svetoforda deyapti, taqiqlovchi chorasida qiyalikda, ya'ni nishablikda to'xtaganda, demak haydovchi to'xtab turish tormozdan foydalanishi kerak. F1. 10-chi savol: qaysi hollarda velosipedchilarga qatnov qismining o'ng chekkasidan chiqishga yo'l qo'yiladi? Demak, ruxsat etilgan hollarda chapga burilish yoki qayrilib olish uchun. Piyodalarga yo'lni piyodalar o'tish joyidan tashqarida kesib o'tishga ruxsat etiladimi? Xo'p. Yo'lning qatnov qismi chetiga nisbatan to'g'ri burchak ostida uning ikkala tomoni yaxshi ko'rinib turadigan ko'rinish masofasida o'tish joyi yoki chorraha bo'lmasa ajratuvchi mintaqasi va to'siqsiz yo'llarda kesib o'tishga ruxsat etiladi. F2 javobimiz to'g'ri. Keyingi savolimiz: bu joyda hovliga burilishga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. Sababi, e'tibor bersak, 1.11 chizig'i bor, ya'ni bir tomon uzuk-uzuk chiziq. Ya'ni u tomondan kesib o'tishga ruxsat etiladi.
Ushbu belgilar aholi punktlarida xavfli yo'l qismi boshlanishidan qancha masofa oldin o'rnatiladi? Aholi punktlarida 50-100 metr. Agar savolda aholi punktlari agar aholi punktlaridan tashqarida desa 150-300 metr masofada qo'llaniladi. Aholi punktlarida esa 50-100 metr masofada qo'llaniladi. Keyingi savolimiz, avtomagistralda shatakka olishga ruxsat etiladimi? Avtomagistral yo'lda istalgan usulda shatakka olishga ruxsat etiladi. Belgilangan yo'nalish bo'ylab harakatlanayotgan avtobus haydovchisi ushbu sharoitda yo'l berish kerakmi? Bir yo'nalishda relsli va relsiz transport vositasi kesishadigan bo'lsa, relsli transport vositasi birinchi urish huquqiga ega. Demak, avtobus haydovchisi ushbu sharoitda yo'l berish kerakmi? Kerak. Keyingi savol, qaysi transport vositalari harakatlanishga ruxsat etiladi? Tartibga soluvchining o'ng qo'li oldinga uzatilganida, tartibga soluvchining o'ng yelka va uning orqa tomoni, ya'ni sariq va oq avtomobil harakati taqiqlanadi. Old tomondan barcha transport vositalari faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat etadi. Demak, yashilga ham ruxsat etiladi. Chap yelkadan ko'k va qizil avtomobillarga ham harakatlanishga ruxsat etadi. Demak, qizil, ko'k va yashil avtomobillarga harakatlanishga ruxsat etadi. Tirkamali yengil avtomobillarga yo'lning shu yo'l belgisi o'rnatilgan qismida qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Tirkamali yengil avtomobillar ushbu hududda belgi bilan belgilangan joylarda, ya'ni eng yuqori tezlik soatiga 80 km tezlikgacha ruxsat etiladi. Qaysi holda qoidalar ogohlantirish ishorasini berishni talab qilmaydi? Demak, burilish chiroqlari nazarda tutyapti. Xavfli burilish belgisi bilan belgilangan yo'lning egri burilish yo'l oldidan. Demak, F2 javobimiz to'g'ri. Ushbu yo'l belgisi nimani bildiradi? Bu belgi ko'priklarga o'rnatiladi. Shu ko'prikni, ya'ni umumiy haqiqiy vazni, yo'lovchilar va yuk vaznini qo'shgan holda belgida ko'rsatilgandan ortiq bo'lgan transport vositalari, shu jumladan tirkamali transport vositalarining harakat qilishi taqiqlanadi. Ya'ni umumiy haqiqiy vazni shu belgidan ortiq bo'lsa, transport vositalari harakati taqiqlanadi. Keyingi savol. M2, M3 toifali avtotransport vositalari shina protektorlari naqshlarining qoldiq balandligi kamida qancha bo'lishi kerak? M2 bu mikroavtobuslar, M3 barcha turdagi avtobuslar. Bularning shinasining qoldiq chuqurligi eng kamida bo'lishi kerak, 2 mm bo'lishi kerak.